ikkita bir xil komplektatsiya faqat. Buni motori oldinda, o'zi ko'rinib turibdi, salon orqada joylashgan. Motor oldinda. Unda salon oldinroqda, motor orqada. Hozir ko'rsaman. Qisqasi mana bu yerda ko'rinmaydi ekan, radiator mana bu yerda. Motor orqada yo'q bunda. Ochib aytdim, mana motor orqada yo'q. Orqada katta bagaj bor. Bunga o'tamiz. Bunda motor orqada turibdi. Ochib oldinda motor yo'q, oldinda bagaj. Buni motori mana orqada. Lekin ikkalasi ham kuchsiz komplektatsiya. Bu arzon variant. Oshib borsa ot kuchi 700, uzog'i 700 bo'lmasa 450 ot kuchi ko'yam. Ikkalasi bitta. U yoqda lekin bor, ular 1000 ot kuchi, ular kuchaytirilgan. Bular unchalik kuchli emas. To'g'ri, endi 400 ot kuchini ovozi qanday chiqadi? Buniki ham zo'r chiqadi, lekin 1000 ot kuchi emas. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Yurdik. Ketdik. Hozir uni ham olamiz kul rangga. Endi motor oldindan yurizamiz. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Yurgis. Sal bunun muftayin bor ekan-ku. 7 skori. Tormozni o'zim bosganga yurmadi bu. Muftani ham bosdik. Parkingni bosdik. Birinchi skori. Ketish dahshat. Hech kim yo'qmi yo'lda? Hech kim yo'q, bosdik. Tushunmam, avtomat korobkani motori orqada edi. Mexanikani motor oldinda joylashgan ekan bunga. Ikkalasi bitta narsa bor. Birovning saloni qizil, birovning saloni qora.